grijit diska paydo bo'ldi. Qaysi bemorlarni davolashimiz mumkin yoki bo'lmasam qaysi bemorlarimizda operativ muolaja o'tkazishimiz mumkin? Konservativ davolanish qachon bo'ladi? Bemorning holatiga juda ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Agarda bemorda grijit diska paydo bo'ldi deylik va shifokorga murojaat qilib keldi. Disk orqa miya kanaliga markaziy chiqqan holatlarda va bemorda klinikasi jihatdan oyoq sohasida hech qanday og'riq yo'q, uvishish yo'q bo'lgan holatlarda bemor ya'ni o'zi yurish imkoniyatiga ega bemalol konservativ davo to'g'risida ketyapti gap. Og'riq bo'lmasa shikoyatlar bo'lmaydi-ku. To'g'ri, o'sha joyni boshqatda tamom bo'ldi. Boshladik. Umurtqa pog'onasida grijit diska paydo bo'ldi. Biz uni qachon davolaymiz? Qachonki disk markaziy, ya'ni kanalga markazdan chiqqan holatlarda chiqqan bo'lishi mumkin, nervni ezgan bo'lishi mumkin. No, bitta narsa bor. Bemorning yurish holatiga, ya'ni bemor o'zining holatiga juda ahamiyat beriladi bunaqa paytda. Bemor o'zi bemalol yura olsa, bemor 100, 200, 300 metrgacha yura oladi va o'sha yurganidan keyin uzoqroq nagruzka berganidan keyin paydo bo'ladigan og'riqlarda va uvishish bo'lmagan holatlarda, oyoqlarda hech qanday uvishish yo'q, grijit diskani asoratlari yo'q. Bunaqa holatlarda bemorlarimizga konservativ davo muolajasi taklif qilinadi. Konservativ davo muolajalarining o'zi bir nechta bosqichdan iborat. Ya'ni boringki, grijit disk chiqib keldi, o'sha joyda yallig'lanish paydo bo'ldi va bemorda sekin-sekin og'riqlar paydo bo'ldi. Og'riq har doim yallig'lanishdan keyin paydo bo'ladi. Og'riq bo'ldimi, demak, umurtqa pog'onasida o'sha muammo bor. Bemorlarimizga lecheniya taklif qilinadi. Birinchi bosqichda albatta bemorning harakatini cheklashimiz kerak bo'ladi. Harakat cheklangan sari biz organizmdagi o'sha umurtqa pog'onasidagi paydo bo'lgan vaspalitilniy proses, ya'ni yallig'lanish jarayonini sekinlashtira olamiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, konservativ davolanish ichiga asosiy kiradigan bosqichlardan biri, asosni tashkil qiladigan bosqichlardan biri bu dori-darmon bilan davolash. Ya'ni nima qilamiz? Yallig'lanishni oldini olamiz yoki bo'lmasam yallig'lanishni davolaymiz. O'sha joyda yallig'lanish hisobidan paydo bo'lgan atyoq, ya'ni shishlarni yo'qotamiz. Ikkinchisi, uchinchisi, umurtqa pog'onasidagi o'sha bel sohasi bo'lsin, bo'yin sohasi bo'lsin, mushak korseti deymiz. Ya'ni mushak pay sistemasini oziqlanishini, modda almashinuvini yaxshilaganimiz hisobidan disk oziqlanadi va sekin-sekin hattoki so'rilishi mumkin. Bu bemorlarimizga hammasiga konservativ davo muolajasini taklif qilamiz. Bemorimizni davoladik, etap bosqichma-bosqich davoladik konservativ yo'l bilan va biz imkon darajada maksimal erishiladi ko'proq yaxshi natijalarga. Ya'ni bemorimizda 100 ta bemorimizni taxminan oladigan bo'lsak, 70 ta 80 ta bemorda bemalol konservativ yo'l bilan fizioterapiyalasi bor, dori-darmonlari bor. Bu yo'llar bilan hammasini 70-80% gacha rezultat olishimiz mumkin va ba'zi holatlarda imkoniyati yo'q. Ya'ni rezultat olishimiz imkoniyati kam bo'lgan holatlar bor. Biz davoladik, hozir yuqorida aytib o'tdik, davoladik, natijaga erisha olmadik, hech qanaqangi va operativ muolaja taklif qildik bemorga. Hamma bemor bu narsaga rozi bo'lmaydi. Operatsiya degan paytda hamma bemor qo'rqadi, qo'rquv hissi bo'ladi. Bu tabiiy holat. Bu har bitta bemorda kuzatiladigan holat va bemorning asosiy talablari bugungi kunda imkoni bormi shuni imkon bo'lsa konservativ yo'l bilan davolash. Bemor bir necha marta konservativ yo'l bilan davolanadi. Effekt bo'lmagandan keyin, natija bo'lmagandan keyingina operativ muolaja taklif qilinadi. Agarda o'sha bemorlarda vaqtida operatsiya qilinsa, effektivimiz, ya'ni natijamiz yanada yuqoriroq bo'ladi. Agarda yana biz konservativ yo'l bilan davolaydigan bo'lsak, ya'ni o'zi bir necha marta davoladik va yana konservativ yo'lga taklif qildik. U bemorimiz sekin-astalik bilan chiqib turgan disk nerv tolasini uzoq vaqt davomida ezib turishni hisobidan nervdagi funksiyani, ya'ni nerv faoliyatini, nerv to'qimalarining faoliyatini buzilishiga olib keladi. Bemorga operativ muolaja taklif qilindi. Qaysi holatda qanaqa operatsiya usullari taklif qilinadi? Bir nechta operatsiya usullari mavjud bugungi kunda.
Ulardan eng birinchi boshlanganlardan biri bu, ya'ni uzoq yillar davomida qo'llab kelingan operatsiyalardan bittasi bu mikrodiskektomiya, ya'ni kichkinagina kesim qilinadi, 2-3 santimetrlik kesim, lekin mushaklar ajratiladi o'sha zonadan. Mushaklar ajratilgandan keyingina disk churasi olinadi va albatta suyini bir qismi olinadi. Bu birinchi metodika. Hozirgi kunda yanada zamonaviy usulda kirib kelgan. Bu o'sha lazerli terapiya deymiz, endoskop yordamida disk churasini olish usullarini aytib o'tib, shu endoskop yordamida disk churalarini olish usullarini aytishimiz mumkin. Endoskopiyani ham bugungi kunda bir nechta turi mavjud. Tak, turlar to'g'risida hozir ozgina tushuntirish imkonlarida tushuntirib beraman. Undan keyin qaysi bemorda qaysi usulda operatsiya o'tkazgan ma'qulligini tushuntiramiz. Tak, birinchi usulimiz endoskopiya yordamida interlaminar dostуп. Interlaminar dostуп bu monoportal endoskop, ya'ni bir dona kamera orqali kiriladi. Suyaklarda hech qanaqa ishlov berilmaydi, ayniqsa bu bel sohasining pastki qismlarida. Sariq boylam olinadi va o'sha joydan kirib kanalga disk churasi olib tashlanadi va disk churasining kanalga chiqqan qismi olinadi. Asosan qolgan telaning ichidagi, ya'ni tana fibroz halqaning ichidagi butun qismi qoladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi transforaminal dostуп, ya'ni yon sohasidan kirib boriladi. Bu metodika ham juda yaxshi rivojlanib boryapti hozirgi kunda. Bu qaysi grijalarda qilinadi? Bu ham asosan markaziy chiqib kelgan grijalarda juda ham effektivniy hisoblanadi va undan tashqari ekstraforaminal grijalar bor. Ya'ni nerv tolasi chiqib keladigan kanaldan tashqarida turadigan disk churalarimiz bor. Bu disk churalarini olishda juda ham qulay. Uchinchi usul bugungi kunda UB nomlanadi, biportalniy metodika hisoblanadi. Bu ham endoskopiya, faqat ikkita joydan kesim qilinadi, ya'ni bitta joydan kamera kiriladi, kamera bilan ikkinchisidan instrument yordamida kiriladi va o'sha sohaga boriladi, suyakning bir qismi olinadi, chunki instrument u joyga sig'maydi, ob'yem katta bo'lgani hisobidan va disk churasi olinadi. Afzalliklarga keladigan bo'lsak, bugungi kunda eng qaysi biri zamonaviy degan savolga javob beradigan bo'lsak, bular uchalasi ham zamonaviy hisoblanadi. Qachonki sekvestr bo'lsa, ya'ni migratsiya bersa disk, u holatda biz ko'proq bemorlarga tavsiya beramiz interlaminar dostуп bilan o'sha monoportal endoskop yordamida kirib operatsiya qilishni. Qachonki kanaldan tashqarida, ya'ni nerv tolasi chiqadigan kanaldan tashqarida bu ekstraforaminalniy grijalar bo'ladi. Bu bunaqa paytda biz transforaminalniy metodikani taklif qilamiz. Va albatta interlaminarniy dostупda UB usulida, ya'ni 3-metodikamiz uni ham buni ham qilsa bo'ladi. Faqat bitta no tomoni o'sha kanalga kirayotgan mahalimizda suyakning bir qismini rezeksiya qilamiz. Bitta no tomoni. Uchala metodika ham yaxshi natijalarga ega bo'lgan metodikalar hisoblanadi va bugungi kunda O'zbekistonda eng ko'p qo'llaniladigan bu monoportal, ya'ni bitta kamera yordamida kirib qilinadigan operatsiyalar hisoblanadi, ya'ni endoskop yordamida. Monoportal endoskopiyani o'zini bir nechta turlari bor. Bu razmer jihatdan, ya'ni 4 mm dan 1 cm-gacha bo'lgan razmerga ega. Agarda L4, L5 sohasida bo'ladigan bo'lsa, biz kostni strukturada, ya'ni suyak sistemada hech qanaqa rezeksiya, ya'ni suyakning bir qismini olish amaliyotini bajarmaymiz. Bunaqa holatlarda 4-5 mm lik endoskop yordamida kirib, disk churasini olib, ya'ni hech qanaqa mushaklarda ajratilmasdan, suyaklarda ishlov bermasdan, to'g'ridan-to'g'ri o'sha tabiiy kanalga kirish bo'lgan teshik orqali kirib, biz disk churasini olib chiqishimiz mumkin. Tak, bemorda operativ muolaja o'tkazildi. Ana undan keyingi bosqichda nima qilish mumkin va nima qilish mumkin emas. Tak, bemorda operativ muolaja o'tkazildi, disk churasi olindi. Olingandan keyin bemorda bir kundan keyin uyga ruxsat beriladi. Bemor 1 oy, 2 haftadan 1 oygacha beramiz bu narsani, 2 haftadan 1 oygacha bel sohasiga korset taqib yuradi. Bemor engashgan holatda hech qaysi ish faoliyatini bajarmaydi. Bu 1 oygacha bo'lgan davr. Sababki biz engashgan holatda, mana umurtqani o'zidan ham ko'rishimiz mumkin, engashgan holatda qaysidir ish jarayonini bajaradigan bo'lsak, ikkita tana bir-biriga fibroz halqani siqqani hisobidan orqa kanalga o'sha yadroni itarishini hisobidan disk churasida qaytalash paydo bo'lishi mumkin, qayta yana disk churasi chiqishi mumkin yoki bo'lmasam qolgan boshqa bir disklarda yangidan grij disklarini paydo bo'lishi mumkin.
O'shaning uchun bir oy davomida qarsak taqib yuradi bemorimiz. Bir oydan keyin sekin astalik bilan bosqichma-bosqich reabilitatsiyani o'sha ikkinchi etapi, ya'ni gimnastikalarga o'tamiz. Bemor 2 oy davomida, ya'ni umumiy olganimizda 3 oy vaqt ketadi. Gimnastikalarni qiladi, LFK mashqlarini bajaradi va bemalol o'sha bir oydan keyin ishga chiqishi mumkin, ish faoliyatini tiklashi mumkin va ish faoliyatini tiklagan taqdirda ham o'sha biz tavsiya bergan LFK mashqlarini bajarib yurish kerak bo'ladi. Va o'sha 3 oy davomida bemorga uzoq o'tirish iloji boricha mumkin emas. Engashgan holatda biron bir ish faoliyatini bajarish mumkin emas va albatta noto'g'ri harakat, ya'ni to'g'ri turgan holatda imkon darajada aylanib nimadir ish qilish mumkin emas. Agar yuqorida sanab o'tgan ko'rsatmalarga amal qilinmagan holatda nima bo'ladi? Albatta qayta disk chiqishi mumkin. Ya'ni bugungi kunda statistika bo'yicha 100 ta bemorga 3 ta 4 ta bemorda qayta disk chiqyapti. Qaysidir joyda biz bergan ko'rsatmalarga amal qilmaslik, qaysidir joyda ortiqcha vazn hisobidan bo'lishi mumkin. Yana qaytarish mumkin bo'lgan holatlarda bu, ya'ni bizga ham bemorga ham bog'liq bo'lmagan holatlar ham bor, ya'ni organizmni shu kasallikka bo'lgan moyilligi. Ya'ni og'ir ko'tarmasida bemor bizni ko'rsatmalarga 100% amal qilgan taqdirda ham disk qaytarishi mumkin, qachonki bemorda shu kasallikka moyillik bo'lsa. O'ylaymanki, yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Va albatta, umurtqa pog'onasida qaysidir muammo, bu disk sho'rasi bo'lsin, stenoz bo'lsin, gemangioma, qaysidir patologiya, nostabillik bo'ladimi? Agarda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin, imkon darajada yordam beramiz. Va albatta, kuzatishda davom etinglar.